Do'stlar, qizimni qaranglar, men multfilmni og'iz ochib ko'ryapsiz. Mana Bek va Lola degan o'zbek tilida o'zbeklar ishlab chiqargan, O'zbekiston ya'ni ishlab chiqargan multfilm bor ekan do'stlar. Ana qizim mazaq tomosha qilyapti do'stlar. Men fikr qoldirgandim esingizda bo'lsa, O'zbekistonda multfilm bormi, yaxshi multfilm desam, mana direktorga yozishdi odamlar, voy Bek va Lolani ko'rsiting, omon ko'rsiting deyishdi. Hozir ko'rsatdimmi? Mazaq ko'ryapman, qaranglar. O'zimizning milliy multfilmlarimizdan biri ekan do'stlar. Kim farzandlik mana shu multfilm ko'rsa kommentariyada qoldirsin. Menga yoqdi. O'sha imini bilimini oshiradigan, farzand kimda ko'rganda yaxshi narsa o'rganadigan multfilm ekan. Mana qo'liga oldilar. Ana. Do'stlar, shuning uchun har doim farzandingizga yaxshi multfilm ko'rsatinglar. Alohida e'tibor beringlar multfilmga. Albatta, o'zimizda ishlangan multfilmlarni ko'rsanglar, sababi bu bizning qadriyatlarga moslab qilingan multfilmlar bo'ladi. Ana.